Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Jahon chempionati guruh bosqichi uchrashuvlari o'z yakuniga yetdi. Guruhlardagi vaziyat, qaysi jamoalar keyingi bosqichga yo'l olgani haqida qisqacha ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. A guruhida Meksika 9 ochko bilan birinchi o'rinni egalladi. Janubiy Afrika jamoasi esa 4 ochko bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Ushbu ikki jamoa musobaqada yurishni davom ettiradi. Janubiy Koreya hamda Chexiya jamoalari 3 va 1 ochkodan jamg'arib musobaqani tark etishdi. B guruhi. B guruhida Shveysariya 7 ochko, Kanada 4 ochko va Bosniya 4 ochkodan jamg'arib musobaqani davom ettiradigan bo'lishdi. Qatar hisobda 1 ochko va Qatar musobaqani tark etdi. D guruhida AQSh 6 ochko bilan birinchi o'rinni egalladi. Avstraliya va Paragvay 4 ochko bilan ikkinchi va uchinchi o'rinni egallagan bo'lsa, Turkiya jamoasi 3 ochko bilan musobaqani tark etadigan bo'ldi. Kutilmaganda turklar juda erta musobaqani tark etishadigan bo'ldi. S guruhida Braziliya va Marokash 7 ochkodan jamg'arib birinchi va ikkinchi o'rinni egallashdi. Shotlandiya 3 ochko to'pladi, Gaiti 0 ochko va Shotlandiya va Gaiti musobaqani tark etadigan bo'lishdi. Braziliya va Marokash musobaqadagi yurishni davom ettiradi. F guruhida Niderlandiya 7 ochko to'plab birinchi o'rinni egalladi. Yaponiya 5 ochko bilan ikkinchi, Shvetsiya 4 ochko bilan uchinchi o'rinni egalladi. Tunis esa 0 ochko bilan musobaqani tark etadigan bo'ldi. E guruhida Germaniya 6 ochko, Cote d'Ivoire ham 6 ochko birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallashdi. Ekvador esa 4 ochko bilan uchinchi o'rinni egalladi. Debutant Curacao jamoasi esa 1 ochko to'plab musobaqani tark etadigan bo'ldi. I guruhida Fransiya 9 ochko bilan birinchi o'rinni egalladi. Norvegiya 6 ochko, Senegal 3 ochko bilan keyingi bosqichga yo'l olishdi. Iroq esa birorta ham ochko jamg'ara olmay musobaqani tark etdi. F guruhida Ispaniya 7 ochko, Cabo Verde kutilmaganda 3 ochko bilan ikkinchi o'rinda, Urugvay hamda Saudiya Arabistoni 3 va 4 o'rinni egallab 2 ochko bilan musobaqani tark etishdi. G guruhida Belgiya hamda Misr jamoalari 5 ochkodan jamg'arishdi va birinchi va ikkinchi o'rinni egallashdi. Eron jamoasi 3 ochko bilan 3-chi, Yangi Zelandiya 1 ochko bilan oxirgi o'rinni egalladi. Argentina 9 ochko bilan J guruhida peshqadam, Avstraliya va Jazoirda 4 ochkodan, Iordaniya esa musobaqada ochko jamg'ara olmadi va musobaqani tark etdi. Avstraliya va Jazoir musobaqani davom ettiradi. K guruhida Kolumbiya 7 ochko bilan birinchi o'rinni egalladi. Portugaliya 5 ochko bilan ikkinchi, Kongo 4 ochko bilan uchinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston terma jamoasi esa uchala uchrashuvda ham mag'lubiyatga uchrab, birorta ham ochko jamg'ara olmadi. Musobaqani yaxshi o'tkazishdi vakillarimiz. Musobaqani tark etishdi, afsuski. L guruhida Angliya 7 ochko, Xorvatiya 6 ochko, Gana 4 ochko bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni egallagan bo'lsa, Panama hisobda birorta ham ochko yo'q. Panama musobaqani tark etdi. 16dan 1 bosqichda jamoalar Germaniya hamda Paragvay kuch sinashadi. Fransiya, Shvetsiya to'qnashuvi, Janubiy Afrika, Kanada, Gollandiya, Marokash, Portugaliya, Xorvatiya, Ispaniya, Cabo Verde, Amerika Qo'shma Shtatlari, Bosniya va Gersegovina, Belgiya, Senegal, Braziliya, Yaponiya, Cote d'Ivoire, Norvegiya, Meksika, Ekvador, Angliya, Kongo, Argentina, Cabo Verde, Avstraliya, Misr, Shveysariya, Jazoir, Kolumbiya hamda Gana terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Ushbu o'yinlar orasida juda qiziqarli uchrashuvlar juda ko'p. Xorvatiya, Portugaliya, Gollandiya, Marokash, Yaponiya, Braziliya bir-biridan qiziq uchrashuvlar bizni kutib turibdi. Ushbu uchrashuvlarda g'olib chiqqan jamoalar Germaniya g'olib chiqsa, Fransiya bilan birga tushib qolishi juda qiziqarli. Ispaniya Avstriyani mag'lubiyatga uchrashsa, Portugaliya Xorvatiya g'olib bilan uchrashadi. Ushbu
o'yinlar bizlarni oldinda kutib turibdi. Jahon chempionati eng qizg'in pallasi bizni quvontirishda davom etadi. Futbol Sehri kanalida ushbu uchrashuvlarni tomosha qiling va obuna bo'lib qo'ying.